Assalomu alaykum aka-ukalarimiz. Ekbosh zo'rlari bizda bo'ladi. Vodiy Chorva kanalidan maxsus Farg'ona viloyati bo'yida tumani Chumbosh Qo'ng'irotda 2026-yil 23-aprel sanasida turibmiz. Inshaalloh layklarda bosib qo'yamiz. Instagram, Telegramlarimiz bor. Obuna bo'lib, o'sha qo'ng'iroqchalarni yengil bosib qo'yamiz inshaalloh. Biz abzorlarimizda boshladik. O'ta gullari bizda bo'ladi. Assalomu alaykum Ilhomjon. Assalomu alaykum. Vodiy chorva ishqibozlari. Maxsusmi? Yaxshi yuribsizlarmi? Yaxshi. Mollar zo'rlari keldi mana. Yashag'im siz zo'rlarni obunachilarga zo'rlayinamiz. Gap yo'q. Sho'r o'zimizga qolaversin. Sho'rlari dedi. Ha, zo'rlari ketaveradi. Zo'rlari ketaversin obunachilarga. Baraka topsin inshaalloh. Sizdan olgan odam baraka topsin. Mollar boqib baraka topadigan mol sotish kerak. Zo'rin sotish kerak. O'sha soqqandan keyin har bittasida duo qilib, o'sha Ilhomjonda barakasiga, bastiga bu baraka mollar bersin deb. zot beradigan, boladan zo'r beradigan mollar. Keyin ham beradi. Kelajagi bor narsa. Yashang. Bir qator ko'rsataman. Bo'ldi, ko'rsatamiz. Yushlarini, oyoqlarini, istagan tuyoqlarini ko'rsating. Bu gibridligi Ostilarini ko'rsating. O'ta kuchli bu. O'ta yaxshi holatda aka-ukalarimiz, o'sha obunachilarimizga, vaholik akalarimizga, Navoiylik akalarimizga, Samarqandlik akalarimizga tavsiya qilib qolamiz. Parkentlik akalar so'rayapti, mollarimizni, ko'chatlarimizni bormikin deb. Qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. O'ta go'zallari bizda bo'ladi. Yaxshi. Yeb ishlari yaxshi ekan-a? O'zi badallari ko'rinib turibdi Ilhomjon, a? Badallari o'ta go'zal holatda bo'lib turibdi. Bunisi gibrid, bunisi cho'lni piyostra, ha? Toza o'sha 100 ga 100 Mana shu shalg'alarni ko'ryapsizlarmi? Go'zalliklarini, shalg'alarini. O'ta yaqin, o'ta. Bular yuvoshligi ham zo'rda mana bu. Yashang, mana yuvosh o'ta. Ne ushlab ko'rsatmaysizsiz? Mana shu uzatib turaverasiz. Endi siz yaqin kelib, buni ostilarini olib bersangiz, keyin ko'rgan odam ham videoni ko'rib mazza qiladi. Ha, rohatlanadi ko'rib. Mana shu Ilhomjondan shu mollari zo'r ekan deb yana keladi-da, yana kelaveradi-da. Sizda arzon bo'ladi-da ko'proq. Har dollari arzoni bo'lmaydi aka. Ha. Yolg'on gapirish kerak yo'q. Ha. Zo'ri bo'ladi, qimmati bo'ladi. Bo'ldi. Zo'ri hamma joyda pul. Bo'ldi, bo'lmasa zo'rining narxini aytasiz-da. Narxini aytamiz. Bu zo'rda gibriddan boshlaymiz zo'rlar, mana stikant yo'qlari o'ta yaxshi ekan holatlari, zo'r. Olas, boqas, Novosga qo'yib chiroyli qilib qo'ysangiz inshaalloh qoniga bola tushsa yaxshi sigir bo'ladi. Mana holatlari. Aka, videoni cho'zmasdan narxini aytamiz. Cho'zmaymizmi? Mollarni bir joyga olsa, 53 million so'm. 53 million so'm. 53 million so'm. 26,5 million so'mdan. Vodiy bo'ylab dastavkasi besplatniy, shu pul ichida. Yana xayriga o'tib beradigan joylari bor. Xo'p. Donalab qolamasa, gibridning narxi jinday balandroq, ko'p tafovut qilmaydi. Ozgina farq qiladi, nariginiki jinday pastroq. Bo'ldi. Endi 500 ming 1 million orasida jinday pasbaland bo'lib qoladi narxi. Chunki bu kuchliroqda. Endi hamma biladi gibridni. To'g'ri. Hammasi ham o'z yo'liga zo'r. Yaxshi narsalar ekan. Xo'p, buni voha toshkentlarga bu dastavkalarni nima qilamiz? Kelishilgan holatda qilib beramiz. Ha, o'sha O'zbekiston bo'yicha qilib beriladi dastavka, faqat kelishilgan holda. Vodiy bo'ylab aytilgan narx ichida. Yashang gapi yo'q. Juda go'zal. Mollar ko'rsating. Oldi taraflardan ham yurgizamiz. Ana. Ne oldidan ko'rsating yurishlar. Haqiqiy ko'rolmasdan. Mana tarafni ham ko'rsin obular. Ha, oldindan yurishlarini ko'rsatamiz mana. Ana ko'rsatamiz mana. Oh, barakasini bersin. Yeb-ichanlari yaxshi buni. Yeb-ichlar tanajon sog'lom, mollar sog'lom. Zo'r. Gap yo'q. O'shanda shu 53 deyapsiz-a? 53 million so'm. Xayriga o'tib. Ilhomjon, 53 da meni oldimda yengil ish bo'lmasa shu sunnatiga 500 ming tashlang uka. Tashlab beraveraman. Faqat obunachilar telefon qilganda azroq o'tib bersak, shuncha o'tasiz xolosmi degan gap bo'lib qolyapti aka. O'sha 53 da to'xtab turaveradimi narx? Kami bor aka, telefon qilishaversin. Qo'lingizda onlaynmi, offlaynmi kelib turib screenshot qiladigan bo'lsa, chiroyli qilib o'tib berasiz. Onlayn oladigan odam onlaynni molni ko'radi. Mana bo'ylarini aytib ketamiz. 1.15 plus. 1.15. Buniki ham 1.15 plus. Ikkalasi ham. Pasti bir xil ekalasi ham. Holatlari yaxshi holatda omma. Oshiq chiqsa chiqadi, kam chiqmaydi 1.15 dan. Ha.
Dogovorda qilingandan keyin zakalat tushadi, mol keyin sotilsa bo'ladi. Ha, zakolati ham. Zakalat tushmaguncha mol yana boshi ochiq, savdo bo'laveradi ekan. Bo'ldi, ani Oladigan odam telefon qilsin. Oldim shuni desa, zakalat tashlab beradi, o'sha odamga qoladi mol. bo'ldi. Necha pul zakalat tashib beradi taxminan? Masalan, 53 million bo'ladigan bo'lsa, 10% nimi? qoladi. 5 million 300 tashib bersa 10%, 5 million 300 ni ko'rganda beraveradi. Bo'ldi, gap yo'q, yashasin gap yo'q. Bizda zo'rlari bo'ladi. Vodiy chorva kanalida o'sha maxsus go'zallari bizda bo'ladi inshaalloh. Zo'rlari bizda bo'ladi. Ilhomjonni mollariga ko'z tegmasin inshaalloh. O'sha xaridorlar ham kelib maza qilib savdosini qilib olib ketaveradi-da. Yana qo'shimcha nomerlarimizni aytib qo'yamiz. Shu nomerni qo'yaverik bittani. Ha, 88 aloqada bo'ladi. 88lik 205 55 15. yashang gap yo'q. Bular ikki mahalda oziqlanyapti hozir bir kunda? Ha? Yemishlari yaxshi, ha? Zo'r, sog'lomliklari sog'lom. Bu yashir bo'lmagan bular, ha? Yo'q. Sog'ligi zo'r, a'lo darajada, ha? Emlamalarni olgan, qanday joyda ekan mollar. Ha, yaxshi, zo'r. Kasalliklardan yaxshi chiqqan. Mana yana qo'shimcha yana tuyoqlarni stikan tuyoq mana. Stikan tuyoqlar o'ta yaxshi mol bo'ladi kelajakda. Mana ko'rsalaring ham bo'ladi mana. Yana buni olib turib mana yuvoshligi ham ancha hozirdan o'zi Bo'ladigani boshdan deydi-yu. Bo'ladigani boshidan deydi ana. O'ta go'zal mana. Stikan tuyoq, tikka tuyoqlarda mana. O'ta go'zal mana. 2026-yil 23-aprel o'sha Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Chumbog'i Sho'ng'irotda Ilhomjonni kelishaveradi inshaalloh. Ha? Kelishaveradi. Qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin, yo'lida qilib beradi. Aytilgan sendalar muhim emas inshaalloh. Tezlatib boramiz inshaalloh. Bo'ldi, ular hozir chiqaraveramiz. Aka syomka bo'laylik. Bo'ldi. Hozir ana sotilgan mol chiqaraveramiz. Bo'ldi, hozir Namangan jamoashuga sotilyapti. Mashina kelgan. Inshaalloh sotib boramiz. Oq yelin, oq so'zga uzun-uzunidan. Ana Originalidan. Yuzga yuzlar. Mana buni qarang, oq yelin. Hozirda mana suti bor molga o'xshaydi. Buni boshqacha. Ertadan keyin sigir olsa ham soladi ostidan. Juda zo'r, juda go'zal holatda. Inshaalloh. Barakasini berib inshaalloh bizni kelgan obunachilarimizga, Xudo xolisa qo'yib Yashang. qaytarmaymiz. Mol bilan qaytaramiz. inshaalloh. Zo'r. Bu dargohda molsiz ketmaydi, mol bilan ketadi deb Ilhomjon. Qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. O'sha silkasiga qo'yib qo'yamiz. Telefon raqamlarimizni inshaalloh. Bizdan uzoqlashmaymiz. Aka-ukalarimiz Vodiy chorva kanaliga obuna bo'lib, like'larni bosib qo'yinglar. Biz obunachilarimiz 8,5 mingta odam bor. Obuna bo'lib ko'rishyapti aka-ukalar. Shulardan obuna bo'lib like'larni chiroyli qilib bosib qo'yishlaringiz mumkin. Bizdan uzoqlashmaysizlar aka-ukalarimiz.